Senden var yemish Cho'ng tutgan san'at faoliyatlariga alohida takliflar qatnashish fursatiga erishadi. Shunaq mayllarimizga cheksiz omadlar yer bo'lsin. Unda bo'lsa bugungi programmamizni boshladik. Programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Bir sebi igsiz yürer temtirer Verip dur anısı tirik bağlısı Nişansız makansız yürer telmirir Sargaygan yapraktek yürek bağrısı Nişansız makansız yürer telmürüm Sargaygan yapraktek yürek bağrısı Dada bir ulu Analar kucağı bala cenneti Ular din ayrılgan Ferzet kalbini Umaştek koruydu elem hasreti Bunun din iğrak azap bular mı? Bir sevi can için yürük dünyada Bunun din iğrak azap bular mı? Bir sevi can için yürük dünyada Ata hem balığa şu dünyada Assalamu alaikum efendim. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Rahmet. Nava sahnemiz hoş işler sizni yana karşı aldı. Parizat bizniki Alimcan efendim. Nava programımızda xeyli bir konu mehmenimiz olub qaldı. Shunaq ona bo'lsa Alimjon apani oldi bilan salomingizning ko'rmanlarga shunaqli tomoshabinlar bir yo'l aytamsiz. Assalomu alaykum. Hurmatlik bog'lovchi ustozlar, naq maydondagi tomoshabinlar, shundaqla ekran oldidagi ko'rmanlar, hammanglarga yakandan kelgan Alimjondan o't salom va oliy ihtirom. Rahmat. Alimcan efendim Yeken Diyarmiki ma'lum bir yesida madaniyat san'at bilan aloqa qiladi. Uningdan boshqa shu yerdagi xalq san'atkorlar bizni tashkillab tuandiki ommadan hol so'raydi. Shundaq shu yerdagi ishdan sirtqi san'atchilar, shunaqli san'at havaskorlari bilan yez-yezlar berib o'yin qo'yishlar deyman, Alimjon apandi. Bo'ldi, shu jarayonlarni anglab boqandik. Biz odatda izlarda haftada bir, oyda bir shu xalq ommasidan tanlangan
dehqon san'atkorlar bilan kenetlarga tushib o'yin qo'yish orqali shu xalqninki ma'naviy turmushini betadigan mushtaq xizmat bilan shug'ullanaman. To'g'ri, endi bu jarayon nihoyatda mujabbal mushaqqatli bir jarayon. Bu jarayonda sizning atrofingizda sizni qo'llagan do'st birodarlaringiz bor, xizmatdoshlaringiz bor. Bu munosabat bilan shular deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor, anglab olgandik. Ben bugün şu birinci olab meni bir cho'ng qilgan ota-onamga, uningdan boshqa Allah'ına do'st birodarlarim, shundaqla ishxonamdagi Matturdi Saud boshchiligidagi xizmatdoshlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Xo'sh, unda bo'lsa bizniki bog'lig'ichi ustozlarimiz Olimjonga qanday baho bergan, bir tanlab boqaylik. Bu Mahmud Süleyman'ın anlatsın ne? Mahmud Süleyman. Yüz itkan o ne? Yaxşı ittiniz bu nakşını. Fırak çevirilerine, nakşı orulaş, hissiyatlarını obdan igellemsiz. Aldık ettim ki geldim avazınızda biz berabergen. Bak yukarı, emes olsun bak yoruk olsun, hel cenava avaz. Küçük var, erler muştak nakşılar değil, çıkıp bak bak gelirken amma o nakşılara. Bunu Mahmud Süleyman etkanı boyunca yürgen lazımmışsın, şundak mı? Bunu Mahmud Süleyman akımız etkan kinonu, Sarsarık diyen kinonu köygen vaxtımda yaktırıp, yaxşı görüp, işte sen girip çıktım. Bizden kim, ustazlarımız köygenliğin kin, yerlerini bir işki mısrağını özgürtüp, onda ettim. Asasiyatı yaxşı ettiniz, bir yerini, bunda eski kılımda, yani Mahmud'da etkanını bize anlığında kılımda, dikkat kılmağında bunu aşağı. Hazır siz etiniz da, tekisi karab tazım. Nasıl tekis, ahanga tekis sağancağda biraz dikkat kılışımız. Andak bir yerler, kopalar açıp koysak olmaydı. Atısı batırı bitim atalsa, atısı anısı, değil mi bunu? Atısı batırıp yitim atalsa, ya bundaka ahang muştak şekilde bunda bölüp asak açarlarını. Tekis imkan var, çıraylık, yumuşak, biraz arlık bu ilinse yaşıyor. Kısıtlık bağırdık. Atısı, dadısı yok fazla. İşte tamam. Iyisi gayrıma şu. Mahmut Aş'ta ettim onu okumayım ben çıkırıp. Müşerleri bir özgürlükte oğuşuyla. Kağan cihette gap yok. Asasiyetin yaxşı oldunuz. Kutlayar olsunuz. Rahmet. Nakşını icra kılış jarayonidagi hissiyatınız doğruluk, maharetiniz doğruluk, Dilşat naiti doğru bağını verdi. Ben bu Dilşat'ın gibi koşulaman. Şu, nakşıda endi ilgisi, nakşıdaki bir sözlerinin mazmununun ilgisi çokum enik buluş gerek. Çünkü sizin nakşınızda, avazınızdan başka siz nemi davatsız? Tamaşibullah enik düşünüş gerek, şunak mı? Müşahede, bayakı Dilşat'ın degen gibi intayın doğru oldu. Yani avazınız doğruluk etken bağabege avazınızda ilgirleş boptu. Tüven o'ttir ovoz qismi hali bir qadar yo'ruq bo'libdi. Yanala ovozingizning egiz qismi biroz tutuqroq. Mushtaraflarga diqqat qilsangiz, texmi yaxshi bo'ldi. Naqshini asosan yaxshi ijro qildingiz. İşiniz g'albilik bo'lsin. Rahmet. Ovozingiz erlarga xos. Nayti ruhliq erlarning ovozi borkan, yaxshi o'rindingiz naqshini. Boshqa taraflarning samoyatni ustozlar deb bo'ldi. Sizga omad tilayman. Rahmet. Rahmat. Rahmat. Bog'lig'ichi ustozlarimiz muhtaç fikrini berib o'tdi. Armab turgan bo'lsangiz. Sizga omad yer bo'lsin. Yuqoridan bizning 1-nomerlik mahirimiz o'zining nomerini o'rlab o'tdi. Endi biz qizg'in olqishlarimiz bilan 2-nomerlik mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Yarım bir çapan derbiye abiye Onu keymey gülü koydum Gülü koysam üzüm koydum Juvanın Yarının destidin koydum Vay hilim khan, selim khan, halim khan nebi
kepsiz. Kepsiz, qarshi olamiz. Nava sahnemiz diyen sizden karşı aldı. Farizat bizdeki Yasin Can efendim aldığımızdan programımızda azırak numur farkı bilen programımızda katışamay kalgan ama Yasin Can efendimdeki nakşi heveskarları, yurttaşları, kayrindaşları programımızda kısa uçur yollaş arkalı buna bugünkü aylık musabakada Yasin Can efendimle sahnimizde hazır tutturuptu. Aldı bilen siz özünüzden kızgın salamlarınızı nak meydandaki azizlerimizge bir yollap etken bolsanız. Assalamu alaykum, hörmetli ustazlar. Naqd maydondagi tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rarmanlar, yaxshimisizlar? Aqso, kalbini kelgan Yasinjon Shadomandan hamdillasinglarga o'tib salom va oliy ehtirom. Rahmat. Yasinjon efendining taxallusi Shadoman. Karam karşınızda işkilip çıraylı bir kıl külke, şadımanlık celillik durdu. Men turvatsa yezamda, adada evde mayga chiqasam naqsh uqmaman. Adamda oshga turvatsamchi, uni kishilar kirganligini xo'shal yurganligini ko'rib qolib, shuni Shadoman deb turib oldi kishilar. Uni ma'qul dedim. Şunu bilen Yasinjon Shadoman bu aldı. Onda bo'lsa, baholovchi ustozlarimizning baholarini anglab baqandik. Yasinjon Tunyaz Shadoman. Ras Shadoman bor ekansiz, jumon. Rahmat. Mayli vaqt tarixingizni yozibsiz, buni o'qidik. Yana boshqa ma'u bayatın etkininiz, orundağınız, şu kelpin meşripimi, kelpin senimi mi? Kelpin meşripimi o. Kelpin meşripi, ya bizim vücudumuzda hem yerde bakın bu meşripte. Bir qancha çoğun vücutlarda bundak vakil karakter bundak nakşlar var mı ki öz aldı kasmak. Mesela kucha, turpan, kumul, kaşka, atoş ile degendek ha. Sen hazır bu nimelerdi, başka vücutlardı mı? Ben bu nahiyelerde mi çıkarttım? Mesela Lopnur'dan çıktı. Hayli zor salmak bilen. Lintleri çıktı. Zor tesir gözetti. Hem de kelpinin onu öz aldığı yani meselefleri var ki biz ağlamak emiz. Bunu biraz dolarının aşı nimisi nim kıldık ya okşaydık ya doların puraklarına. Azrak. Tarım dereğine biraz sular kepağım ya kelpinin öpüyorsun. Koşamazsın o dolanma. Koşmaya doğru aşağı maral biçtim babı dolarlar. Şuna mı? Şurada bir sakıp bir kepağımız değil mi lan? Şu ya şamal akışıp geldim o. Tekislerim yakışken. Ahanglar acayip yakışken melodiyalar. Ağlımı kaldı. Bir öz aldığı haslığı var. Avazınız pek çıktı. Hayli mükemmel bir günümsüz bunu. Devamlı tırışın. Orta halkışlık sanatlarını Mutlak sanatlarımızı, nakşlarımızı, senemlerimizi, meşreplerimizi, siz başlaşlar, yaşlar çıkıp ülgense, burada sahnelerine açıksa, tekrar mükemmel takılı da. Sizge ahmet yarabasın. Arzusu sazanın bahasını anıldınız, dileyimiz, aramet durman basınız. Yuqorida bizning 2 numurluq mahirimiz o'zining numerini ko'rsatib o'tdi. Hem de kızgın alkışlarımız bilen 3. numurluk mahirimizni sahnemize teklif qilamiz. Merhamet. Hayran, hayran
hayran. Yürüme, yürüme memlige. Ömrüm, ömrüm hoş biter. Yetsem, güzelin kadriga. Yetsem, güzelin kadriga. Rahmat. Assalomu alaykum Ramila. Aleyküm assalom. Siz Ramila bizniki Aldımsan programımızdaki haftalik yulduzimiz. Ramila, yani kızgın salamlarınızı bir yetkizip etken bolsanız. Assalomu alaykum. Naq maydonda va televizor oldida o'tirgan ko'rarman do'stlar. Assalomu alaykum. Tuanda o'tirgan ustozlar, hammanglarga 3-numurlik mayirdan o'tibsizlar. Ramilaning asli kasbi Xanzu til adabiyoti, shunaqo. Xanzu til tarjimonligi. Xanzu til tarjimonligi. Undaq bo'lsa, Ramila siz qanday bo'lib shu naqsh etishni tanlab qolgandingiz? Bizning uydagi 5 jonning hammasi naqsh qiziqida emasmi? Shu menchi bo'lganda qinimizda bormikin deyman deysan. Shu qiziqamanmiki? Uydagilarning mu ta'sirini aytdi cho'nkan. Odatda shu bir oila a'zolari ichida ma'lum kasb bilan shug'ullanayotganlar orasida cho'qim bir yo'qishlar bo'ldi ekan, shuning ta'siri bo'ldi ekan. Ramila model shuning mahsul ekan. Undaq bo'lsa, Ramila bizning nava programmamizga qatnashib, G'o'za diyoriga ketgandan keyin G'o'zadagi urug' tuqqanlaringiz, do'st birodarlaringiz, ota-onalaringiz qandayroq inkoslarda bo'ldi? Men o qatnashib uyga berib boqmadim. Uyga ketmadim. Lekin berib bo'ldim deb o'ylang. Ürümçidə şunamı? Əmdə telefon arqalıq şulağım müştaq bir yaxşı xəbərini yetkizgən vaxtınızda, müştaq bir yulduz boğununuzda, aylıq müsabiqəyə kirgənliginizdə, eytqal vaxtınızda ularda qandaq təsiratlar oldu? Ben xoş bo'lib ketdi. Ayaptılıqda erişkən vaxtda opamның yığılıb ketkenlerim barcu. Oy tuvasa müştaq birinci bul aldın mı deb. Belki işenmegen buluşum mümkün emdici. Mening müştaq çoğun sekinlay çıqıp naqşı yetişim gıcı. Lekin anlap hakikaten jığıl deyişu. Jığıl deyişu deb. Aylık, bizniki aylık sanğı qatnışıman degenden keyin dadamız qo'shib yig'ildimi? Men ko'sib jığılmı degan, menchi bo'lgan jığıldi. Demek Farizat, bizniki Ramila, aş uydagi baytin deb o'tgan san'at oilasidagi shu qarindoshlarniki yuksak mas'uliyatni zimmasiga ilib shu ig'ir yuk bilan bugungi nova sahnamizga kelibdi. To'g'ri. Boshqa qarindoshlari esti bo'ladi ekan, lekin ular Ramila sen jur'atli. Avval sen bizning shu orzu armonlarimizni amalga oshir deb Ramilani chiqarib. Ramilani avatibdi, ha? Bo'ldi, unda bo'lsa, baholg'uchi ustozlarimizning sizga beradigan baholarini anglab baqandik. 3-numurlik mayır, avazınızın tusi canlıq, dairesi kengrak. Müzik sizin çallığınızın ait yaxşı. Yuqırqı hayran bolma namlıq naqşını, naqşının sözlerini min ait uçuq, ravan, düşünüşlük yaxşı ibarlı qılış bilen bile naqşını yaxşı icra qıldınız. Endi mening bir teklifim, sizin avaz şaraytınız şundaq yaxşı ki, kasbınız başqa, tercümanlık şundaq mı? Endi teximi muş naqşı yetiştim, mükemmel bir maharetini yetildiriş için biraz bilim elişini oylaşıp görün. Uçar teximi keyinki turmuşlarınız, kasbi hayatınız yaxşı buldu deb o'ylayman. En baydınız, bizde bir xil sezim barmı ki, tug'ma dedi. Hakikaten talant degan bu bir xil erişiyatdan qaldı. Bu mesela naqşa etiş başka taraflardaki. Yani onu erişiyatdan qalğanını biz ürgünüş arqılıq yetildirimiz, alğa sürümüz. Şunak mı? Bayaqı təlim oylaşıb görün. Naqşını yaxşı icra qıldınız. Rahmat olsun. Rahmat. Barğıcı ustazağa sizin tilaymiz. Armağan tursunuz. Davdu, mavu saxtısı, avu ras. Mavu ezan, avu qimmat. Avu sifatlik, mavu sifatsiz. Bir ayol karxanchining 10 yillik qon terini ajrini yavasa, qandaq ravoj tapa, qandaq ilgirvasa bu saxtipazlar. Yana shundaq doravasi qanday oldu? Doğrumchiqning og'zi puch qo'lida. Ras, setib olganda diqqat qilingki, haqiqiy chash doktorining mahsulot markasi Shatla. Mahsulot ismi Chash doktori. Uningdan boshqa zavod adresiga alohida diqqat qiling. Chash doktori yurishlik chash yusuf. Yıllardan geçtim seni de
Leylalardan geçtim seni de, Mecnunlardan geçtim seni de, Leylalardan geçtim seni de, Hıyallardan geçtim seni de, bilmeysen, bilmeysen, haydi sen de üzülmeysen. Zamanlardan geçtim seni de, dünyalardan geçtim seni de, zamanlardan geçtim seni de, dünyalardan geçtim seni de, neden kaldı endi seni de, bilmeysen, bilmeysen, haydi sen de üzülmeysen, bilmeysen, bilmeysen, haydi sen de üzülmeysen. Xandan urib kulgan yig'lashni ham bilar, xandan urib kulgan yig'lashni ham bilar, yig'lay derdim yetmez ishqing dilim tilar, yig'lay derdim yetmez ishqing dilim tilar. Bilmaysan, bilmaysan, haydi sen de üzülmeysen. Bilmeysen, bilmeysen, haydi sen de üzülmeysen. Zamanlardan geçtim seni de, dünyalardan geçtim seni de, ah neden kaldı endi seni de, bilmeysen, bilmeysen, haydi sen de üzülmeysen. Bilmeysen, bilmeysen, haydi sen de üzülmeysen. Aleyküm assalam, hoş geldiniz, karşı alınız. Qurbanıza bizniki Aldımsan programımızdaki haftalık Yultuz. Mana bugün biz aylık sahnede yüz görüşüp duruyoruz. Hoş kızgın salamlarınızın bir yollap ötken bolsanız. Assalamu alaikum aziz ustazlar. Naq maydonda o'tirib ko'rayotgan aziz tuqqanlarimiz, aziz mehmonlar. Yana shunaqla ekran oldida o'tirib ko'rayotgan aziz tomoshabinlar. Qurban Sabaratdan sizlarga o'tliq salom. Men shu kichik vaqtimdan tortib naqsha etishni, usul o'ynashni bek yaxshi ko'radim. Mushu cho'ng bo'g'icha zodi hech qanday kasbni o'ylab boqmadim. Ham qilishnimi yo doktor bo'laychi yo soqchi bo'laychi degan xiyol qilib faqat artist bo'lishni ham o'ylab kelgan. Asli meni usulchi bo'g'im bor. Naqshini bek yaxshi ko'radim, lekin shu kichik vaqtimda bizning uydagilar qo'shilmay shuning bilan naqsha etishni o'zim kasb qilib, o'zim ishlab pul tepib naqshchi bo'ldim. 2 yil san'at maktab bilim oshirdim. Shu jarayonda qattiq bir og'rib qoldim. O'zimni osirmadim. Asirmay salomatligim yaxshi bo'lmadi, tomoqni vaqtida yemay, naqsha deb nom yurdim, shuning bilan og'ir qilib, mush tuqqanlarimning, mush do'stlarimning, mush Urumchidagi butun mayli klublarda, shu restoran butun do'stlarim qo'zg'alib ketdi. Meni endi oxirgi minutlarda bir yordam qilaylik dedim-ku. Lekin men xursand bo'ldim. Isqilib meni yo'qlamagan, adam tonimaydigan mehmonlardan tortib, adamlar meni mushu tonimay turib meni mush doktorxonaga berib yordam qilib meni saqaytdi. Men mushu do'stlarimning, mushu men uchun yordam qilgan akamning, hadilarimning, opamning menga ajriga ko'pdan ko'p rahmat deyman. Rahmat. Mana bugün biz sahnimizde Qurban Nisoning chiroyligi shundoq chiroyli xush tabassumni ko'rib naydi xush bo'ldik. Xo'sh, shunda bo'lsa bizning bog'liqchi ustozlarimiz Qurban Nisoga qanday baho berilgan bir tanlab boqaylik. Bilmeysen degan naqshni aytdi, yaxshi. Coşkun oralab berdiniz. Özünüzün sahnege
chiroyli kiyinib chiqibsiz. Rahmat. Apаңыз nimish bo'lmagan bo'g'iydi, sizni ayni vaqtda san'atni o'rganman degan vaqtda. Bizning bir qo'shnimiz bo'lgan, o qizini, o adimiz qizini gangchingda o'qitib ekan. Endi bizni pianinoda. Shuning bilan o opamiz opamga mesela o'qish puli bak qimmat degizga biz oddiy turmushda o'zim barganlik Polat Temir şirketidan. Endi ota-onam oddiy xizmatchi bo'lg'achqa so'ng u opasi pek yuqori deb aytgan opam qo'rqib ketib endi oyligini ko'tarib bo'lmay qolmaydi. Bu rost gap. Endi yolg'on aytishning o'rni yo'q-da. Shuning bilan bu qimmatga bilan yaxshisi o'zingiz tirishib nim qiling dedi. Ma'qul deb o'zimning bu biza cho'ng o'qitishning hech bir farqi yo'q shunga. Maktablarni to'liq bitirib, andan keyin o'zim imtihon berib o'tib shuna qildim. O'zingizning o'tdek ishtiyoqingiz bilan sahnani jo'shqin kayfiyatga keldingiz. Keyingi o'tkalga o'tishingizga tilakdoshman. Rahmat ustoz. Rahmat. Balg'uchi ustozlarning yuqori bahosiga erishsangiz qurbonimizga. Sizlarga omadlar yor bo'lsin. Rahmat sizga. Yuqorida 4-numurluq mahirimiz o'zining numerini o'rlab o'tdi. Endi eng oxirgi mahirimiz yana 5-numurluq mahirimizni qizg'in olqishlarimiz bilan sahnamizga taklif qilamiz. Barabar. Assalamualaikum Ayjamal. Waalaikumsalam. Kepsiz. Rahmat. Ayjamal'la o'xshashla bizningki programmamizda yani azroq numar farqi bilan yana bir bosqichga o'tamay qolgan, ammo Ayjamalniki naqsha havaskorlari, qo'llovchilari programmamizga qisqa usul yo'llash orqali mana bugungi sahnamizda yana Ayjamalni hozir qilib turibdi. Barakalloh. Rahmat. Rahmat. Undaqda Ayjamal tomoshabinlarga, ko'rmanlarga salmomizni yo'llaytamsiz. Assalomu aziz ko'rmanlar. Assalomu baholovchi ustozlar. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq bizni qo'llab-quvvatlayotgan
aziz ko'rurmanlar, 5-numurluq Mahir Ayjimal Hojidan sizlarga o'ttiq salom, oliy ehtirom. Men mush munosabat bilan meni yaqindan qo'llab, quvvatlagan onamga, dadamga chin qalbimdan rahmat aytaman. Onamdan qolsa meningki ömürlük emrayim, yo'ldashim meni intan qo'llab quvvatladi. Men mush munosabat bilan yo'ldashimga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizga. Yo'ldashingiz keldimi? Kelamadi, biroq bugun kelamay qoldi. Ma'lum sabablar tufayli yo'ldashim kelamadi. Undan keyin men meni yaqindan qo'llab quvvatlagan mening suyumli do'stlarimga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Sizlar bo'lganlar uchun men shunday yaxshi naqshlarimni sakniga chiqardim. Rahmat. Rahmat, sizga ko'p rahmat. Unda bo'lsa, baholg'uchi ustozlarning baholarini olib boqandik. Ayjamal Zarafshan daryosi degan bu naqshni yaxshi o'rindingiz. Bu naqsha televiziya teatri tutqun qilingan Qashqunning asosli naqshisi bu. Buning muzikasini hikmatsan o'rinlagan Shamil Shakir, Eminjon Yusuf akamlar bak yaxshi o'rinlagan bu naqshni siz meni ayt chiroyli o'rindingiz. Bu naqshningki nimasi kangri melodiyani ayt kangri erlarga loyiq naqshdi. Siz buni ayt o'zingizning ovoziga tushirib yaxshi o'rindingiz. Hissiyotingiz shunday yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat bahosiga. Demek bizden birinci basqıçımız, bizden naqshimiz basqıçımı qalbilik oxirlash oldi turibdi. Biz qolgan 4 mayrimizmi qizg'in olqishlarimiz bilan sahnamizni taklif qilamiz. Qani, rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa, naq maydondagi tomoshabin do'st. Siz taraf beqim. Sizcha bizning bu oylik yulduz qaysi mahirimiz bo'ldi? Shundaq bizning to'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga ko'ngil so'g'imiz bor. Ya'ni u bo'lsa-mu Xinjiang yo'lluq xalqaro sudi shirkati ta'minlagan yo'lluq markasidagi ko'ynak bilan mukofotlaymiz. 4-numurluq Mayirni bu oylik yulduz bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha bu qitim 1-numurluq Mayirni oylik cho'pon bo'lishi mumkin deb qarayman. Menimcha 2-numurluq Mayirni oylik yulduz bo'landikan deb o'ylayman. Menimcha 3-numurluq Mayir bu aylık yıldız ortalığını da oylayman. Bu qatimliq aylık çolpanni 5-numur buldu deb o'ylayman. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang va Siyot madaniyat taraqqiy sherikda birlikda ishlagan Qizilkala vitaminli quvvat ichimligi olaydan birlashgan yangi nava programmasi. Shundaq, amdiki huquq bizning tomoshabinlarimizning qo'lida. Tövanda o'tirgan tomoshabin do'stlar, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan, sizlarni eng qoyil qilgan Mahirning rad nomerini besish orqali Mahirga bilet tashlasanlar bo'ldi. Bilet tashlash jarayonida cho'qim o'zinglar yaxshi ko'rgan, sizlarni qoyil qilgan Mahirning rad nomerini to'g'lab turib bilet tashlaysizlar. Undaqda bilet tashlash başlandı. 5, 4, 3, 2, 1. Neticeler kösanlar buldu. Mahirlar keynanlarga burilib, tarijanlar kösanlar buldu. Keyingi bosqichga g'albilik o'tgan 4 mahirimiz tushib tayyorlik qilishtirsanlar. Sizlarga omad yor bo'lsin. Olimjon apandim, bizning ikkinchi bosqichga o'tamay qoldingiz. Hozirgi hissiyotingizni bilib boqamiz bor. Ikkinchi bosqichga o'tolmaganimga o'kinmayman. Meningki, bu sahna qatnashganning o'zi cho'ng qalba. Mushu sahnaga o'zidagi qimmatli vaqtini chiqarib, qatnashib bergan onamga mushu sahna orqali chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Bugun bizning sahnamizga Olimjon apandining opsimi Yakan diyoridan yo'lni yiroq ko'may yetib keldi. Sizga bizning rahmatimiz bor. Sizga Xinjiang Ambar xalqaro sud shirkati ta'minlagan Xush Ambar markasidagi bir yurish asl talqonlari siz uchun qilgan ko'ngil so'g'imiz qabul qilgan bo'lsin. Rahmat. Buningdagi barliq ishlaringizga muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Rahmat sizga. Birinchi bosqichimizni mo'nayda g'albilik oyoqlashtirib oldik. Unda xo'sh biz programmamizning ikkinchi bosqichiga o'tib ketgan bo'lsak, programmamizning ikkinchi bosqichi qarindoshlar. Jinoiga jinoyat
Tılğandan keyin bulbul kelip vay nege kunayey Tılğandan keyin bulbul kelip vay nege kunayey Vay turgam dilene Nelenge bamayman Nelenge kıyamam Nelenge bamayman Nelenge kıyamam Untup kalmayın yarim Aylanım ben kara küt Görgülüm ben kara küt Bulut yığın sağlam Yolum tekende oynayım Untup kalmayın yarim Aylanım ben kara küt Görgülüm ben kara küt Bulut yığın sağlam Yolum tekende oynayım Akınla versem hadı bul diye Kipedirsem şadı bul diye Akınla versem hadı bul diye Kipedirsem şadı bul diye Yarimnin derdine Yürek bağrım zedi bul diye Ayımın kayılmamış Ayımın kayılmamış Mümmemiş canımmış anımmış Şaptı şeyhi üstüne Bir de gülüm şaptı Qarindoshlar bosqichimizga xush kelibsizlar. Farizat Yasinjon apandimniki shu kalpin chatun naqshlar fayzlanibdi. Haqiqatan fayz bor ekan. Bizning birinchi qitimliq birinchi bosqichimizda mo kalpinning mashribini o'rlagan edi. Yasinjon apandi siz boshqa yurtlarning naqshlarini aytishni o'ylab baqdingizmi? Men endi o'zim Türk maktab o'qimagancha odatda o'zimning ismini yozish uchunmi? Yasin degan harfni yozib qo'yishim yerimda vaqtida. Demak men naqshchi deb Dilshod aka ma'lum o'qigan izm naqshidan biri sandiga chiqib qo'ysam. Ya uningga devritcha ya bir naqshiga o'xshamasa bo'lmaydi. Mana shu ma'lamda ko'z oldimda men Türk o'qigandan keyin kishilar davomli e'tibor ko'z oldimda bor narsani o'rgansam hamda uncha yaxshiroq o'qigan ekanman. Tushunammi? Ben atalık ustalık Onunkin hem de ehtidikta olarak seni gerçek çıkıp koygan böyle biz bulanı doğrulukımız asan emez. Şuna ben izlenmez. Mana Yasinjon apandimniki azıkmış temkar alıp samimi. Şpiyelliği hemimizden qaylı kılıdı. Hemimizden hürmeten kutlaydı. Rahmat. 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 Bizniki qerinishimiz bilan bir tanışkan bolsak. Qarindosh ko'rladim bizim tuqqanlarning bizi. Aldım sandım kelgen ha. Qaram Farizat Yasinjon apandim o'zi Aqsu kalpindan shundaq ku. Matuqni ko'rildim qaram. Ko'rladim tuqqanlaringiz ekanda. Endi kelar qatim cho'qim ko'rlining yerlik mashrab shundaq yerlik ahamni ko'rlab chiqsangiz bo'ladi. Xo'sh, qarinishimizdan og'zidan bir ishkalimiz so'z anglaylar. Bu yoq ko'rladim. Hozir Urumchi kasbi universiteti Yasin Marif o'qidi. İsmi Dilxumar Erkin. Dilxumar Erkin qarşılmaz. Qarşılmaz. Yasinjon apandim bak qiziqchikan. Biz shuni Şadıman emasmi? Allah. Xalisi Şadıman yana o'z kulmay o'zni shundoq salofat bilan tutib turyapti. Xo'sh, Dilxumar unda bo'lsa Yasinjon apandimga degan yurak so'zingizni anglaylik. Yasinjon akamning oilasiga baxt, bundan keyin kishilarga utuqlik tilayman. Bu oylik
yıldız buluşunu ümit kılma. Rahmat. 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 Bulduğunda olsa bizim bağlıqçı ustazlarımızdan kıymetli bağısını bir anlap bakayla. Tabii kelpin halk nakşları. Bu dastan meşrufu senemler bağlı gitsem nakşın bakın ha bu kelpinle. Nakşın bak. Nerede kalmadı bu vakit çıkmayı bu nakşının özelliği hasken küçük nakşılarga biraz okşap giderken bazı yerleri. Aslında istiyorlar. Uygurca nakşı olgan diken kara meyli nenin bolsun okşaydı o kara. Bir-birisiga. Nispeten aytgancha yaxshi urildim. Ovozim shunday yaxshi. Mushu xalq narsalarni sog'sha yoshlar yana chiqsa o'rgansa, bu mu chiqadi bir kun nimaning naqsidek, lopnurning naqsidek. Ha? Bu sahnalarda, radio televizorlarda qo'yilsa, bu xalqimizning og'ziga chiqsa, aytiladi biladi. Buni bu jihatdan ko'p izlangan, texnik chiroyli yaxshi yaqinlik o'rinlashni uygan, ya'ni aytilmagan naqshlar olsa ko'plab bu sahnalar emas, kaset lentalarda nashr qilib ashirmish xizmat bilan texnik natija qozonishga tirishqin. Sağ tilayman. Yasinjon, yuqorki xalq naqshidan, kelbin xalq naqshini yaxshi ijro qildingiz. Mening boshqa fikrim yo'q. Naqshlarning tekstlari, ohanglari naiti to'liq xalq san'atkorlarininki talebi bo'yicha o'rinladingiz. Balkim siz kelbinda xalq san'atkorlarining oldi bo'lishingiz mumkin. Ovozingiz naiti yo'q ekan. Buningdan keyingi san'at hayotingizda texmo tirishib o'zingiz yosh bo'lgandan keyin yangilik naqshlarni o'rlashingizni umid qilaman. Keyingi o'tkalga qalbingizga o'tkazsiz. Rahmat. Rahmat bağlıqçı ustazlar. Qo'lidan bo'lsa sizlarga mutluluk tilaymiz. Rahmat turgan bo'lsanglar. Yuqorida bizning 2-numurluq mahirimiz o'zining qarindishi bilan numurlarini ko'rsatdi. Endi qizg'in olqishlarimiz bilan 3-numurluq mahirimizni qarindishi bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Qarindoshlar bosqichiga xush kelibsizlar. Ramila unda bo'lsa, qarindoshlaringizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bu ikisi Şinjan Pedagogik Üniversitesi'nin o'quvchilari mening yaqin do'stlarim bo'ldi. Bu yoq Aqsudan keldi. Bu yoq mening yurtdoshim, ya'ni G'uljidan. İsimlari bor qachon? Bu yoq Qaysar. Qaysar, xush kelibsiz. İdris, xush kelibsiz. Bu ikkilarning kasbiy muzikami? Ha, kasbiy muzika. Unda bo'lsa ishqinglardan vakil bo'lib, bizning Ramilaga yurak so'zinglarni aytib o'tgan bo'lsanglar. Assalomu alaykum. Bugungi faoliyat qatnashgan, Navo qatnashgan naqmiranlik tomoshabinlar. Mening Ramilaga deydigan ko'ngil so'zim, Ramilaning bugungi Navo sahnesida oylik chempion bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Yillik chempion bo'lishini texim umid qilaman. Bundan keyingi hayotiga zo'r utuqlar tilayman. Rahmat. Rahmat. Ko'p rahmat. Unaqda so'yanlik bahalg'ich ustozlarning bahalarini anglab baqandik. 3-numurluq Mayır, naqshi aytish maharatınız yaxshi. Baya ovozingizning aloyligi xususiyati to'g'risida tafsili so'zlab o'tdik. Naqshini yaxshi ijro qildingiz. Naqshining muzikalik talablarini yaxshi ifoda qildingiz. So'zlarni elishingizmi shundoq to'g'ri. Endi shu Navo sahnasi orqali bağlıqçılarning so'zlari shu naqshimizning tavalligini ayirish ham to'g'ri bir yo'lni mayirlarga ko'rsatish. Texmi mayirlar texmi mukammal holda alg'a ilgirlisin deganni maqsad qilamiz endi. O'zinglarning bu yaxshi ijro qilyapsizlar. Shunlashqama sizning naqshi ijro nima yarkat yo'li naqshini yaxshi ijro qildingiz. Yani buningdagi bir gap borda, bu naqsha asli Abduqodir Qayt nima muzikasini yozgan, Tiyipcha Eliyop so'zini yozgan, Siyo bo'lsa dengiz okean degan naqsha bu. Bir tarixiy naqsha. Biz qancha so'zlarni ayirib boshqa yo'tkizsakmi, o tarixdan qutulolmaymiz. Shu tarix bizga bilan birga yashaganda. Buningki biz o'tganda necha programmani ishlash jarayonida G'iyoskamning shundoq esil naqshlari bor. Atqanda tanglaydigan. Ashlarning so'zini o'zgartirib biz ahangni qutuldirib boshqacha yangi ifodalaylar deb necha qator maslahatlashgan. Lekin tarixiy naqshlar, ya'ni tarixiy bit qason deb oxiri o naqshini o'z biti qoldirib qo'ydik. Ma naqsha tarixiy naqsha. Endi ba'zilar sizniki gap emas bu. Naqshini yaxshi ijro qildingiz. Endi mushuning boshqa so'zini sab aytgan bilanmi, ya'ni shu davrni aslida odam ahoni anglagandikilar yana siyo bo'lsa, taraf nima dengiz okean degan gaplar ko'z oldimizga keldi. Endi mush tarafni boshqalar aytdi, siz o'rganib aytyapsizmi? Mush tarixiy naqshlarga çekilmişsak tarix biti qiliverse texim bo'ldi. Bizning nurg'un maşı eli xalq naqshlarining ichida tarix naqshlari ait ko'p. O'stan naqshi deydi, shu nurg'un naqshlar bor. O shu tarixni aslida. Buningdagi mas surishtirib esingizda texim yaxshi bo'ldi. Ma sizningki natijangizga ziyon yetmaydi ma'lumotni deb. Endi buni faqat boshqalarningki tarbiya elishi, diqqat qilishlari ustida to'xtalib so'zini deb qo'ydim. Alloh yaratsin. Rahmat. Bahalg'ich ustozlarimizga ko'p rahmat. Sizlarga omadlar yor bo'lsin. Rahmat. Yuqorida bizning 3-numurlik mahirimiz o'zining qarindoshlari bilan numurni o'rlab o'tdi. Endi 4-numurlik mahirimizni qarindoshlari bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat.
Qarindoshlar bosqichimiz xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Nima o'xshagan chiroylar, kiyimlar, Qo'shniga o'xshaydi deb harakatlar. Hadi shu o'xshatma naqshini o'rlash orqali sahnamizni yana bir yuqori kayfiyatga To'g'ri, ko'taramiz. chalinib ketdi tomoshabinlarimiz. Ham bizning qarindishimizni naridan so'raymiz. Bu do'stimiz Qashqar diyoridagi o'qituvchi do'stimiz. Bu do'stimiz nayt ahko'l nayt. Mehribon nayt tanatliq. Men o'ylayman meningdan yaxshi naqsh o'qiydigan bir talantli naqshchi deb o'ylayman. Bu do'stim xalq naqshini bek joyida o'qiydi. Ismi Nurbiya. Nurbiya. Nurbiyaning yurak so'zini anglaylar endi. Sizni bir maqtan qurban bo'lsin. Ishqallah, tam maqtanlar bir-biringlarni. Assalomu alaykum, hurmatli baliqchi do'stlar. Assalomu alaykum, naq maydondagi qarindosh do'stlar. Assalomu alaykum, ekran oldidagi barliq ko'rarman qarindoshlar, urug' tuqqanlar. Yaxshimisizlar? Qashqar diyoridagi Nurbiya o'g'ildan sizlarga o'tliq salom. Rahmat. Men do'stim Qurbonzor bilan tanishgan bir qancha yildan buyon uningki tirishchiligiga intayin qoyil bo'ldim. Bu do'stimningki mushu san'at sohasida texmo julolanib, nurlanib, bir chaqnagan yulduz bo'lib qolishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Shuning bilan birga biz ekran orqali meni o'zimdan buyon qo'llab kelayotgan sevimli ota-onamga, qarindoshlarimga, do'st-yaronlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shunaqla mayli cho'ng kichik qanday sahna bo'lsin, meni chiqish uchun qo'llab kelayotgan meningki sevimli yo'ldoshimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Menga salomat bo'linglar. Rahmat. Naydi joyida qilingan gaplar bo'ldi. Xushallik hissi sig'ilmaymiz-da. Hayotga kulib qaraymiz. Shunday yaxshi. Shu yo'lda ovozini his qildingizmi Parizat? Bir xil riyosatchilarga xos, bulutli radio riyosatchilariga xos yiqimli ovoz bilan barliq qarindoshlarniki yurak so'zini Nurbiya o'zi vakil bo'lib yetkazib o'tdi. Xo'sh. Bunda bo'lsa, sizlarni anglab olgan bo'lsak. Rahmat. Uyg'ur xalq naqshlarining chatmini ijro qildingiz, nihoyat yaxshi ijro qildingiz hamrohingiz bilan. Endi sizdagi bir naqsh aytish jarayonidagi aloyidlik, o'sha har bir naqshini aytganda Açının her bir avazdaki müzikalik hissiyatınız naiti çoğunkurken, küçükken nakşın naiti hissiyat icra kıldınız. Ma emrayınız mı sizge intay maslışlarda yakşı yarlık var. Bu emrayınız Nurbiye Nava sahnesiga, Nava programmasiga en sadık bop kevatkan bir hevaskar, mayır sanat hevaskarları. Bizdeki şu Nava'nınki xili cho'ng kechiliklarda naqshlarni ijro qilgan Abdulmutalib billah qo'shig'ini qaro dedilar degan naqshini ikkisi yaxshi ijro qilgan. Boshqa nomerlar olsin yaxshi chiqib beryapti. Bu tarafini olqishlaymiz endi. 4-nomerlik mayr naqshini katta yaxshi ijro qilamiz. İşleriniz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizlarga. Qo'lingda qolsa, hurmat. Sizlarga omadlar yer bo'lsin. Rahmat. Yuqorida bizning 4-nomerlik mahirimiz o'zining qarindishi bilan nomerni o'rlab o'tdi. Hamda eng oxirgi mahirimiz yana 5-nomerlik mahirimizni qarindishi bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Deşti ara Mecnun minimde Nemi sevran Kuyuan dek her zaman bir kümige Badri sergerdan Nihem malanga Beliye Beliye de koye
dek g'oyat. Qarşalmaz. Rahmat. Nafasa biz qarindishimiz bilan bir turmushib o'tgan bo'lsak. Bu meningki o'zimning bir qo'saq singlim Guljamal bo'ldi. Voy, siz Oyjamal, bu yoq Guljamal. Guljamal. İkisi rast qo'shmoqqa endi. İkisi rast qo'shmoqqa kiyimlardan boshlab aytsingizga bayaqdan mahirimiz ularning qo'shmoqda ekasidan chiqibgan mana bu ish kelami shundoq chiroyli qo'shmoqda ekasidan chiqibdi. Bu singlim o'zi san'at institutiniki muqam kasbini bitirgan. Hozir Qarshahirda shu shaharlik Qarshahar noylik boshlang'ich maktabda muzika o'qituvchisi. Rahmat. Sizdan bir kelime so'zingizni anglagan bo'lsak. Ekran oldidagi suyimli tomoshabinlar, hurmatli ustozlar, mushada o'tlagan barliq tomoshabinlar. Bugun sizlarning mushu sahnaga kelib berganligingizga ko'p rahmat aytaman. Men Guljamaldan sizlarga o'tliq salom. Men otamning mushu sahnada mayli o'tib chiqsin yoki chiqolmay qolsin. Mangu mening otam mening qalbimda mangu birinchi. Uningdan boshqa mushu ekran orqali mening suyimli ota-onamga, bizni mushundaq chiroyli beqib qilgan o'sha ota-onamga chin yuragimdan rahmatimni bildirib olsam. Sizlar misha kelamigan bo'lsanglarmi, mush ekran orqali sizlarga o'tliq bir salomimni bildirib olgan bo'lsam, rahmat sizlarga. Rahmat aka. Rahmat. Ko'p rahmat. Naiti samimiy, chin yurakdan chiqqan so'zlar bo'ldi-ya. Undaqda tövəndiki bahalığıcı ustazlarımızdan bahalarını anlap bakandık. Nava makamına resmi bu avazını şuna ilgizken
to'liq puroq aytamiz. Nima uchun deganda bu qiz va tajab yaxshi aytdimda. Bu sizning cho'qim yaxshi aytish kerak. Kerakligi nima desangiz, bu qiz san'at institutining muqam o'rlash kasbini bitirdi. Yani bitirib turib sizga aytamiz bo'lmaydi. Sizni yaxshi aytib deganim endi hammasini sizni yaxshi deganlik emas. Mushu dostonda. Ajoyib chiroyli aytdingiz. Rahmat. Jin ochib sanamga chuqur ovozingiz bor sizning. Rahmat. Bak chiroyli aytdingiz. Puroq she'rlarimiz shunday joyda. Eng oxirgi avjisini siz tuvan oktaba aytdingiz. Ishqil ashtar repetsiya qilganmi? Adınız tuvan aytdi. Men ungog'im bizniki ungeppagan do'stimizcha ashuni ashundaq olamdoq degandan keyin mushtaq appa qayli deb Yaxshi chiqdi. Shunday yaxshi chiqdi. Achaba u. Agar 2 yil ola, 2 yil emas, 2 o'g'ilga 2 yil olgan qizlarning ovozi texnik inchik chiqdi. Inchik ovoz birlashsa, inchikka g'altaga jipta o'tdi-da. Şu ayarda tuvan ağınız, masanızda ikiz ağınız ikisi yiyipti. Puroq she'rlarni shunchalik yaxshi egallepsizlar. Yaxshi o'rildinglar. Ahmet Yarbosin sizlar. Rahmat. Demek bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar bosqichimi muvaffaqiyatli oxirlashdi. Endi biz qolgan mahirlarimizni sahnamizda qilamiz. Qani, rahmat. Hürmetli televizyon köylüler, Nahmedandaki aziz mehmanlar, körotlarınla Ürüm Televizyon Stansı bilen Şincan ve Sivot Medeniyet Tarqıtı Şirketi birlikte işleyen Kızılkala vitaminli kuvvet içimliğe alagen karlaşkan Yeni Nava programısı. Endiki tallaş burası Nahmedandaki tamaşalarımız Silah'ın kulunlarda. Bilet taşlıqışını ilan. Özünüz maharetiki qayıl boğan mayırımızdaki rap numarını yuqur avazlı tavılğaş, şu mayırımızda özünüzün kulunumuzdaki bir tal biletini lilla adıl taşlısken degen ümidimiz var. Onda olsa bilet taşlaş, başlan. 5, 4, 3, 2, 1. Neticelerine göz tanlar buldu. Keyingi basqışqa o'tgan, keyingi basqışqa qadam basqan 3 mayırimiz muborak bo'lsin, xayrli qilgan bo'lsin. Yasincan, Şadıman Efendi'nin yürek sözlerini anlap bakandık. Müşüncülük tilekten tavlanıp aylıktaki ikinci hatalık sahneye çıkışımdan intihar takırlandım. Abiya dep öttem. Ben buların bir nakşını ögünüş için, bir xatni yazı için ben türük oğandıkin ben nurga vakit etti. Yine mi ben müşüncülük sahneye erişkenlikimden için kursan hem koşal. Bunun deyken yine çokum tırışıp özümdeki nakış bo'lgan hissiyatımni cho'qim xalqqa namoyon qildim. Ikkinchidan meniki mishaga kelishga sababchi bo'lgan otam bilan opamga yuragimdan chin rahmat aytaman sizlarga. Rahmat. Şu atalarımızın aziz kalları aman bo'lsin. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Albatta sizga bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Sizga Şinjan Amber Xalqaro Sotsial Şirketi ta'minlagan Xush Amber markasidagi yurishlik aqsil talqonlarimiz so'g'at. Muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Nava sahnamiz yana sizga qarshi oldi. Hürmetli televizyon köylüler, körotlarınla Ürüm Televizyon Stansı bilen Şinjan ve Sivot Medeniyet Tarqıtı Şirketi birlikte ötküzgen Kızılkala vitaminli kuvvet içimliğe alagen karlaşkan Yeni Nava programısı. Hürmetli televizyon köylüler dost, eğer siz yaxşı kögen mayır Nava sahnesinden ayrılgan olsa hiç kısı yok. Siz şu mayırının ret numarının aldığa 33'ünü koşup 106, 266, 19'ga küçür yollaş arkalık şu mayırımızı yine Nava sahnemizge qaytırıp ekileleysiz. Mana bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar bosqichimi g'albalik oxirlashdi hamda programmamizning eng oxirgi bosqichi Aydirdir Yulduz. İnsan için
dilimde şirinsiz izhardan eymen. Hiç amalık, sağlamlık, zor bəxət daylı. Yaman küzdün saqlaşqana, kılmardan eylem. Kuş kudretin barida, dostlarını kolla. Üzgün yolda sınalgan, kılpardan eylem. Kudretin barida dostlarını kolla. Uzun yolda sınalgan kılpargan eymen. Tenha yaşaş yalnız Adem'ge uzak. El cemaat işçide Katar zenilmen. Hükmet hasset adalet Tuğar zımnistan. Dostları ki yaratan bahar ganeymen. Sürgün hayat muhabbet dostluk feyzini ömürlük dost vefadar nigar ganeymen. Sürgün hayat muhabbet dostluk feyzini ömürlük dost vefadar nigar ganeymen. Kimden do ketimiz kaysımız baldır. Yoklasırdım dostlarını didarlarını. Yoklasırdım dostlarını didarlarını.
Kündüm, malla kündüm, sindirimden yar. Biz köyüştük muhabbetke, bulduk babalar. Tırıştın yemin ömrüştüm, bağlanan Mekke. Ermedimiz muhabbetke, Mekke yoluna çağır. Tırıştın yemin ömrüştüm, bağlanan Mekke. Ermedimiz muhabbetke, Mekke yoluna çağır. Senke kündüm, senke kündüm, sendeke kündüm. Kündüşenmez köydüm, söydüm, mındake kündüm. Mihri vapa sadakatin, artık neden, Mikri vapa sadakatin, artık neden? Sen bende vurur, elbette kündür. Mikri vapa sadakatin, artık neden? Vicdan bende gurur, elbette kündür. Mana bizdeki eng oxirgi bosqichimiz oydi bir yulduz bosqichimizmi g'alabalik tamom bo'ldi. Undaq bo'lsa, tuvanlik baholovchi ustozlarning baholarini anglab olgandik. Şimdi okumayırımız Ramile gitar ganimetini. Gitar ganimet degan Abaydukamның ijoditi, o naqshi yomon keng tarqaldi, tekisimi yaxshi, melodiyasi yaxshi bo'lg'achqa, ana o'sha o'zim aytish tartibi bu naqsha. Jiq naqshlarimiz aytdi. Shuning uchun keng so'rin, to'y to'kim, plastik lent, televizor, shu ekranlarda jiq etilib, yoqtirib anglaydigan, xalqimiz yoqtirib anglaydigan bir naqsh bo'lib ketdi. Shuni siz yaxshi o'rildingiz. Biroq she'rlari shundaq joyda bo'ldi. Yana shu bayatning keyni quyrug'i, naqshning quyrug'i. Didar g'animat o'qidi. Didar g'animat. Ochiq tovushda, yo'riq ovozda chiqarishni, shuni har qanday naqshning keyniga quyrug'iga, har bir misraning quyrug'ini so'zgan vaqtida yo'riq ovozdan so'zib udarga to'shqizish kerak. Şu vaqtda bir fikr oldu. O'sha yerda diqqat qilib qaraganlarimiz gap yo'q. Ayjamal, sizning Laylagul degan naqshni shu kichiknang shu so'zni qo'shib qo'ymagan bo'lsangiz, bu naqsh shunday chiroyli o'rlagandingiz, deyli uning ta'sir etmaydi. Ovozingizningki ayni chiroyli ovozingizni aytmoq, eng oxirgi naqshni yana bir qatim ifodaladingiz. Sizga omad yor bo'lsin. 4-nji numurluq mayırma yuqorida ko'ndim, ha? Şu naqshini hakikaten yaxshi icra qildingiz. Sizdeki bir alaylık bayımı dedim. Her bir avazınızın müzikal hissiyatini ait yaxshi keldi. Bay Naqmeydanda icra qildingiz o naqshini. Naqshi sizni emas, siz haqiqiy naqshini siz haqiqatan yaxshi icra qildingiz. Chunki sizning müzika hissiyatingiz nihoyat cho'nqur. Şu hissiyat arqılıq naqshının bədii zokunu, bədii ləzzətini texmi canlandırdınız.
Ahmet yarasın. Rahmat. Baliq ustalarning qimmatli so'zlariga ko'p rahmat. Hamda navbatda bizning bu oylik sonimizga alayda qadam tashrif qilgan shirkat mas'ullari qatoridan Shinjong Shahla xalqaro sud chekish shirkatidan Abdusami Obul apandimni so'z taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Baliq ustalar, naq maydondagi va ekran oldidagi ko'rganlar, hammalarning mushot xayrli bo'lsin. Endi nava programmamizda qatnashgan necha sondan buyon o'zimning o'ylaganimcha endi alayda bir his qilganlarim bo'lsa, nava programmasiga kelaylik. Keling, hammamiz kelaylik. Bu yerda baholg'ich ustozlar naqshig'il emas, shu mahirlarning odamiyligiga va adab axloqiga, milliyatligiga va muzik jihatiga nurg'un sanoatlarga nisbatan yo'l boshlar ekan va adil baho bergan. Rahmat. Shinjong Shahla xalqaro sud chekish shirkati 2007 yili 8-ayning 15-kuni rasmiy yangilangan. 2007 yili 8-ayning 15-kuni shirkatni emga olgandan keyin yana Shahla markasi bilan bir yurish ter asrash mayllarini INS markasidagi bir yurish ter asrash mayllarini chiqargan. Ondan keyin uzun yillik tadqiqot jarayonida Chash doktorim markasidagi yana hozirgi xalqimiz ko'rib kelayotgan Abdukarim Abduzafandi obraz vakili bo'lgan Chash doktor markasidagi yurishlik chach yurish paketlarini bozor solgan. Hamda 2012-yili yana Dunyo girim buyumlari savdogarlar uyushmasiniki hay'at a'zosi bo'lgan. Shu yil oxirida har qaysi darajalik o'rinlarning bağlışı asosida 3A darajali korxona va shu yilgi simsiz tor sohasidagi boshqarishi eng yaxshi va setishi eng oldida degan korxona bo'lib baholandi. 2014-yili Jungoning dangliq tovar markasi, ya'ni Shahla markasi Jungoning dangliq tovar markasi bo'lib baholandi. Shirkat qurilishdan burun toki hozir qadar qilayotgan girim buyumlarininki shu savdo sohasi ya'ni nada bo'ldi desa iste'mol bahsi ya'ni ma'lum jihatdagi davolash xarakterini o'z ichiga olgan bo'ldi. Ya'ni kundalik turmush buyumlari bilan farqlandi. Biz bu jihatda endi yana izlanimiz ko'pchilikka rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa naq maydondagi shirkat mas'ullari o'zingizniki, qo'lingizdagi 10 numurlik biletni bizning 3-numurlik mayirimiz uchun berishni xohlaydigan şirket mas'ullari qo'linglardagi numur taqtanglarni ko'tarsanglar bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. 50 numur. Muborak bo'lsin. Endi bizniki 4-numurlik mayirimiz uchun qo'lingizdagi 10 numurni berishni xohlaydigan korxonchilar vakillari numur taqtanglarni ko'tarsanglar bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 40 numur. Muborak bo'lsin. Endi bizning 5-numurlik mayirimiz uchun o'zining qo'lidagi 10 numurni berishni xohlaydigan korxonchilar vakillari. 10 numar. Mübarek olsun. Hürmetli televizyon köylüsler ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjong va Suyot madaniyat tarqiti chekish shirkati birlikda o'tkazgan Qizil kala vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi nava programmasi. Biz mush munosabat bilan navbatdagi o'rinlarga alayda rahmatimizni bildiramiz. Xo'shallik to'y mulozimat markazi. Devon Tashqi savdo shaharchisi Universal bino 4-qavat 12-do'kon, ya'ni Muxlisa gulchiligiga alayda rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Uningdan boshqa yana bizning programmamizni qo'llagan Shinjong TT xalqaro savdo chekish shirkati, Shinjong O'singil savdo chekish shirkati, Urumchi Romantik xalqaro sayohat shirkati, Shinjong Intel madaniyat tarqiti chekish shirkati, Shinjong Shahla xalqaro savdo chekish shirkati, Shinjong Anbar xalqaro savdo chekish shirkati, Shinjong Qalib dasturiy madaniyat tarqiti chekish shirkati, Ili Nafs qatmuqum go'zal san'at chekish shirkati, Shinjong Ulunish to'r texnika chekish shirkati, shunaqla Shinjong Nafs to'r texnika chekish shirkatiga mo alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmatlarga. Shuningdan birga riyosachining kiyimini ta'minlagan Shinjong yo'lliq xalqaro savdo chekish shirkati yo'lliq kiyimlarga alayda rahmatimizni aytamiz. Rahmat. Shuning bilan birga riyosatchini pardozlagan Atirgul kelinchak kirimxonasiga mo alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmatlarga. Xo'sh, unda bo'lsa naq maydondagi aziz mehmonlar, amdiki tanlash fursati, tanlash huquqi sizlarning qo'linglarda. O'zinglar mahoratiga qoyil bo'lgan mayirimizniki rad nomerini yuqori ovozda to'g'rilg'ash, shu mayirimizga qo'lingizdagi bir tal biletni odil lillah tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash başlan. Tomoshabinlar yuqori ovozda to'g'rilg'ash tashlasanlar bo'ldi. Mübarek olsun. Mübarek olsun bizden bu aylık yıldızımız
4. numurluq mayrimiz Qurban Isa. Muborak bo'lsin. Qurban Isani bu oylik yulduz bo'ldi deb faraz qilgan tomoshabinimiz sizga ko'ngil so'g'imiz bor. Shunaq, sizga bo'lgan ko'ngil so'g'imiz Şinjan yo'lliq xalqaro savdo tekshirish ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışımlıq ko'ynaklar bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Uningdan boshqa bizniki bu oylik yulduz bo'lgan Qurban Isa'g'imi bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Yana Şinjan Taytay xalqaro savdo tekshirish ta'minlagan kasalga qarshi immunitet kuchingizdan ko'taradigan qayrish qadamingizni ostilatishga yordam beradigan yuqori sifatli turmushingizdan eng yaxshi tanlash bo'lgan Taytay markasidagi kollagenlik peptid siz uchun bizning ko'ngil so'g'imiz qabul qilasiz. Bizning munavvar maylarimizga Şinjan Amber xalqaro savdo tekshirish ta'minlagan Xush Amber markasidagi yurishlik talqonlarimiz qabul qilgan bo'lsanglar. Muborak bo'lsin. Undaqda tövende biz bahalıqçı ustazlarımızı munavvar mahirimizga shundaqla oylik yulduzunga mukofot buyumlarini taqdim etishga bo'lsak. Merhaba.